Ulug'lardan kelib so'rashdi, ustoz, men o'zimni solih inson ekanligimni qaysi jihatim bilan belgilasam bo'ladi deganlarida, ota-onangga bo'lgan munosabatingdan dedilar. Bizni solih inson ekanligimiz ota-onamizga bo'lgan munosabatimiz bilan belgilanadi. Qani yigitlar, qanday munosabatdasiz? Otamizga, onamizga nima qila oldikki jannatdan umidvor bo'lamiz? Ota-onani oldida biz hech kim emasmiz. Ba'zi bir yigitlar aytadi-yu, ota-onam oddiy odamlar bo'lishgan. O'zim o'qib, intilib, harakat qilib, mehnat qilib shu darajaga erishganman deb onasini, otasini oddiy odamga chiqarib qo'yadi. Butun topgan mavqesini o'zini iqtidoriga bog'laydi. Aqlli farzand bu gapni gapirmaydi. Balki men hech kim emasman deydi.